Mana xudo xolasa Jizzaxdagi basseynimiz ham bitish arafasiga kelib turibdi. Bu basseynimiz uzunligi 17 metr. Eniga 7,5 metr. Yonida mana 15 metrligi bor. Eniga 4 metr. Kattasining chuqurligi 1.10 dan 1.60 gacha. Kichkinasining chuqurligi 50 cm dan 1 metrgacha. Bu yoqda jakuzi masajnilari ham bor. Bu tomoni detskiy hisoblanadi. Xudo xolasa, u tomonga katta basseyn ham qilib berganmiz, mana devorni tomoniga. Jizzax Navoiy kolxoz 1-iyun yoki 15-iyungacha ishga tushirilib topshiriladi. Xudo xolasa bu yoqda dushlari bo'ladi, zakriti bo'ladi, tomi kuzda yopiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar.